Sizlarga aytmoqchi bo'lganlarim intayin ko'p. Aytib bo'lolmayman. Ba'zilarini naqshlarim bilan yetkizdim, yana ba'zilari keyingi naqshlarimda aytdilar balkim. Men hikoyasi bor odam. Hikoyalarim orasida siz biladigan va bilmaydigan men, bilishga arziydigan siz va bilgim keladigan u ham bor. Bu hikoya hammamizning hikoyasi. Her oylasam es yadımda bar ediniz, mana bugün huzurumga hoş geldiniz. To'g'ri, xato ko'midingiz. Bizga izchil hamroh bo'lib ishonchimizga ishonch qo'shib kelayotgani dal sarkarda murosim yurishligi. Sarkarda murosim yurish buyumlariga muhabbat singan. Şuna siz ve bizden eriştiğimiz haqiqiy saflık hem a'lo suhbat. Sarkarda yillardan beri uzluksiz izlanish, tadqiq qilish, yangilik yaratish natijasida mahsulot sifatini har bir inchki nuqtasigacha a'lolashtirib, har qanday ehtiyojimizga uyg'un keladigan mahsulotlarni bozorga soldi. Sarkarda murosim yurish buyumlari. Ko'rayotganinglar Şinjan Sarkarda xalqaro savdo cheklik shirkati tajdorligida o'tkazilayotgan xush keldingiz programmasi. Albatta bugün yana bizning aziz mehmonlarimiz ichida bizning suhbatimizni obodlashtirayotgan yigitlarimizdan yana o't yurak naqshchimiz bu sana o't yurak naqshchi deb nom berilib ketdi bu. O't yurak naqshchimiz Mardan Oblikim. Mardan mana bu munosabatda o'zining naqshlarini so'yib anglayotgan o'sha qarindoshlarimizga bir ishga qiz o'zingni yurak so'zingni aytdim bormi? Hammalarga kamina o't yurak naqshchi Mardan Oblikim o'tib salomlar bo'lsin. Xo'p, shunda mana yaqinqi bir necha yildan beri o'zining chiroyli ovoz bilan, tirishchanligi bilan bizning xalqimizga yarab kelayotgan, yetilayotgan yaqin arada o't yurak naqshchi degan o'zi shunday sharafli nomga erishayotgan yosh naqshchimiz Mardan Oblikim to'g'riliq suhbatlashimiz. Bu Mardan Oblikim ham bizning balimiz, bizning inimiz. Bu amaliyotda ko'pchilikning yana bilgisi bor bir sir bilan bu yerda boshlaymiz. Mardan Oblikim Oblat Oblikimning Mo'minjon Oblikimning inisi bo'lish kerak. Chunki otasi birga. Shunday savollar bo'ldi bizda davomli. Biz ayrim o'tgan so'ralarimizda 5-10 kishilik, 10-20 kishilik doim bu masalani yechib beramiz. Bu Mo'minjon Oblikimning kichigi yo'qdi deb o'ylaymiz biz. Bilmaydi-da. Amina Oblikim deydigan bir singlimizning borligini va uning keyindan Mardan Oblikim deydigan bir inimizning borligini bilmaydi. Ammo keyin ularning his qilishicha Mo'minjon Oblikim bilan bu ish xuloslangan. Bu boshqa Mardan Oblikim to'g'riliq uchirga ega bo'lganlar uni Oblat Oblikimning cho'ngi Nurgul Oblikimning o'g'li deydi ekan. Lekin nimishqa Mardan Oblikim bo'ldi deydigan bunda bir o'zi qiziqadigan doirada bizning ba'zi masalalarni so'raydi. Biz kuchimizdan yetishicha tushundiramiz. Mardan Oblikim bugun bilan o'zining tilidan sening nima uchun Mardan Oblikim ekanligingni, ammo Oblat Oblikimning hadisining o'g'li ekanligini bir tushuntirib qo'yadi. Bu savoldan qochib qutlanmaydigan bo'ldi. Yo'q, bu savol cho'qim hamon ashta bo'limiz bo'lmaydi. Amaliyotda men meningki familiyam Mardan Oblikim bo'lganidan, lekin men shu Oblikim oilasiniki tunji farzandi Nurgul Oblikimningki o'g'li. Birinchi mush o'yigim birinchi navra shu cho'ng qizniki birinchi o'g'lilab meni shu meningki cho'ngdidan hisobda Oblikim Abdurim boyishim abla cho'nam nayt ko'p ketganlikdan xuddi sizlarga bir-birini tegishib o'tmoqchi bo'lgandek xuddi shu mehr muhabbat nayt ko'p ketganlikdan meni shu bir yoshga tegmaslardilar men ori bo'lib baxtga shu amaliyotda bunday ishlar doim yuz berib turadigan ishlar. Nurg'un hozirgi zamon oilalarida yuz berib turadi. Bo'pmi? Birinchi farzandimizning balasi cho'qim cho'ng uyda bir mazgil beqildi endi. Shu jarayonda heliqi mening mehribon akam. To'g'ri. Shu mehr desam to'kilib turadigan u akam cho'qim sana aypir mehr berayotgan bo'lishi mumkin. To'g'ri. Shuni bu mehrini uzanmay, bu rishtini uzanmay, balam biz beqpirlar qiynalib qolsinlar deb beqib shuni sen bizning bu oilaning rasmiy a'zosi bo'lib, hatto nopuz deb tagim o'tib ketgan bir a'zosi bo'lib qoldi. Nopuz bizning oilaga kelganda endi amaliyotda shu Oblikim oilasining
Albatta shunday. Abdukim ailesidan. Lekin hamda shu Abdukim ailesiga nevra. Bizningki achamning balasi. Lekin boya o'zdigandek bizning aloqa Abdurim Abdulla cho'ng ailesidan ayrilgan Abdukim Abdurahim ma ailesidanki 5 balada biz. 5 balaning birincisi Nurgul Abdukim, ikkinchisi Ablat Abdukim, uchinchisi Samiya Abdukim, to'rtinchisi Mo'minjon Abdukim, beshinchisi Amir Abdukim. Bu birinchi farzand o Nurgul Abdukimninki bu tunji farzandi o'g'il tug'ilgandan keyin bizning ma Abdukim ailasiga nisbatan bu bir tunji nevra. Ajoyib bir Ajoyib. Hamda men rost gapni aytsam mishada Ne o'rtatib qilamiz davlat. Balaga aloqa u deb ko'ysa, da oldimga ekansa, nima qilib qo'ydim men. Men bu chaqda yoshda edim. U men balliq bo'lmagandan keyin bu kichik balliq qanday ko'ydiganda deydigan bir aloqa nima qilib boshqa da ballarni kichik ballarni ekansa ko'ngli uchun deb aytib qo'ymayman, lekin da o'zim ichimdan ko'yishni bilmaydim-da. Ammo bu bola tug'ilgandan keyin boshqasini demay oiladagilarning ko'yishini. Oldi bilan men o'zim 1 kun qarayman, 2 kun qarayman, 3 kun qarayman, bu shundaqmi bir mikro o'tib qaragan sira o'zi azroq endi qarmutdiq ammo Börek bireyim qarab ketdi. bu qariligimi bu bo'lmasa dadasi anasimi shu qara emasmi shu bir kuyab ketganlikdan dadam sizlar kuyab ashta qilib o'tirgan buni. Bu shundoq bir mehrim chiqib ketdi, hatto ishdan tushib mushuni kurashga sal oldiravroq ishdan aliq chiqib uyga shundoq oldirib kelib qoladigan darajada men shaxsan mendikili muhabbat bunga nisbatan kuyish. U dadam anamga asla gap ketmadi. Anda bo'lgandan keyin buning shu zodi 1 yoshga to'liq yetmaylam biz ayrılib boqadigan bo'lib qoldik. Bu yerda ayrılib boqqandan keyin bir tarafdan kuyib biz boqadigan, biz beqib oladigan bo'ldik. Ammo bu o'g'il bola bu ana sutini jeb bir 2 yoshligacha hech bo'lmaganda immanmay baldi bir anasini ayrılışımız gerekti. Biz Tumşuk'ta bu ağaçan Maralışı'da. Maralışı'nın Tumşuk'un aralıkları yani bir 50-60 kilometre aralık boğandı ki. Bunu ağrı boğandı ki ağrı şu bir esirtimiz, hepsinin kaldı ama anam bunu ayrılış için kurup imitip jürüp ayırıp belki ayrılış maksedidir. Quruq imitiplam necha yil mesela bu balaning kichigi Aminigulda oxirgi 5-bala. Necha yil tug'may balaniki eng kichigi necha yosh kirib ketgan necha yillik onadan mush baliq bo'lgan kuyamning kuchidan u bir mo'jiz xarakterlik onamdan sut ichib ketgan. Buni bilan bu bala u 1 yosh haqqimizni 4,5gacha imbat. 4,5gacha u ajab 2 yosh imamidi deb taqa absilim qilayotgan bala onamdan sut ichib bu kuyamning yomonligidan. Bu yugurib kirib yana imbilib ash darajada o bizniki Abdurim abla ailesi oy nevri bula mushunda bula nevri kuya mushunda kuya deydigan bir shunaqa bir atalg'i bilan shuna oilalik amroqliq kuyash bilan bu bizning oilada bir cho'ng qilib hali ish yoshgacha o'zim uqmaydi. Biz asli necha bola desa bu bayada 5 deb qolsak do qarab 5 desli yoki mencho desa 6 deydi. Bu o'zi bilmaygan ekan. Endi sal aqliga bo'lib qo'ygan ekan, asli ish manda degan ekan, shu 2 yillik dadam 2 yillik onam deb hozir bu qo'shda da analik bo'lib bu hozir atva ayonga vasi mada da ana mayonga vasi biz zapas onamdan bir qiziq hikoyasi bor buningki. Men oliy maktabda o'qiyotgan vaqt bu biz mardan til chiqib o'ynab yurayotgan vaqt bo'ldi-da endi bizning uyda. Bizning sinimizning to'yi tugaydi. Sinimning to'yi mendan bo'lgan. Dadamza uyga kelib bunda bir al so'rab kelgan mehmonlarni adog'imga chiqdimi deb bir to'yini qilib oldik. 4 balamning to'yini qildim-a. Shunda olganda bir balamning to'yi qildi hamda shuni bir qilib olsam desam, men o'ynab yurgan mardan dadam unda qo'yib dedi, Mo'minjon unutib qoldi. Bu 5-chi o'zimni izolab akamni Mo'minjon unutib qoldi degan. Demak, shu mardan kichik vaqtdan tortib senda faqatla mana bunda tuyg'u bo'lmagandan keyin, bunda es bo'lmagandan keyin men mush oilaning bolasi meni unutib qoldi demak bu Mo'minjon unutib qoldi degan bola bu. Buning bu akiligida hamda buningki atvaligida bu oilaga cho'ng'lashdi. Shu dadam har kuni degidek shu qassob uyangan elayotgan go'sht bilan qatib va qatmay yurib börekli yegizib yurib
Şu anda Kuchliq. yo'qolab, ham kuchlanib, dövrek issiq kelib, endi chiroyi asar. Mehr muhabbat degan nima odamlarga uyg'onib yetadi. To'g'ri, to'g'ri. Chiroyini ko'ydirayotgan ortiq. Kuyib ko'ydirayotgan. Marda o'zingning o'shunda ikki oil, cho'ng oilaning farzandi bo'lganligini his qilgandan keyin senda bir xil sal nima ish qilmay o'zimning oilasi cho'ngmay degan tuyg'u bo'lib qoldimi? Unda to'yga bo'lib boqmadi. Chunki men yoki ayrılıpdan muqimmi shu Abdukim oilasi cho'ngmadim. Sal akam degandagidek shu 5-6 kirgandan keyin ikki oila tangmi shu Maralbosh bilan tumshuqning oralig'ida qatnab yurib, menda Bilmay yurib, bilmay turib. Bilmay turib, menda cho'ng'ashqa unda mening qalbimda yoki ajab bir menda bo'lib qolibdi ekan deb unda ish yo'q. Chunki sana nisbatan bu oiladimi, u oiladimi sana keraklik mehr muhabbatni. To'liq bo'ldi. Balkim boshqalarning ortiqroq bo'ldi. Ha, u achamni bizga berayotgandan keyin vaqt topsil ekitib, kiyinib berib bunga shu uni ko'ngil pul yurgitib kiyim shu uftiratganman ko'ngil. Sen uçakda onda o'ylaysan balkim. Shu cho'ng acham zamon bek kuydi. Maqallar qarg'anda, maqallar ko'tarib beqishni biladi, deb o'ylab qolgan bo'lish mumkin. Shu bola vaqtingda mening bir hikoyasi bor, men biladigan. Bola vaqtida men bir qatim shu sizning uyga borsam, bir o'zi bilan o'zining cho'ngroqmi bir bola bilan mushtlashtiradigan bir ish bor ekan. Bu ish kichik vaqtda uni uyg'ontdi-da. Endi bilsam, asosan 4-20 yoshgacha emibdi ekansan. Buni emish tarixi men bilan teng. Men oxirgi farzand bo'lgandan keyin dadam onamizga buni bir yetkichi bir qachongacha desam maqdayli debdiki, bo'lib turibdi ekan-da menga. Sen shunga o'xshash Mozaikni to'sib Ustozni hamma jihatdan to'g'ri bo'lsa bo'lmaydi. Shunimdan da to'g'ri qilib ketgan. Bola vaqtingda to'g'ri ekansan. Shu bola vaqtingda masalan sen hamma o'zining bir aqlini bildigan vaqti bor. Esingga keldi hozir o'ylasangda o'zingni endi tunji tuyg'ular masalan esimga kelsam deymizmi? Esimga kelgan vaqtingdan tortib matrafni o'ylasang bola vaqtingda. Shu Ablat, Absami, Mo'minjon, Nurgul hamda Nurgul degan opam o'zim bilib bo'ldim. Bundan boshqa Mavo 3 akang Amingul deymiz, ha. Mushunlar ichida ko'ngling kim bilan bakrak yaqin emas, hammasiga amroq qo'y. Shu ichida gaplarini ishtik deyoladigan birisi bor. Endi u kichik vaqtimda masalan Mo'minjon akam, Ablat akamlar masalan xizmat qilib Maralboshda qoladi. Mo'minjon akamlar universitetni bitirib Urumchida qoladi. Semiy akam bilan bakrak ko'nglimiz yaqinda shu vaqtda. Ham birga turayotgan vaqtimizda ham bu. Chunki bu akam bilan yosh farqim bek cho'ng ham demlatchi. Lekin shu vaqtda shu Semiy akam bilan bakrak qalbimizmi yaqin, ko'nglimizmi yaqin, ham shu Semiy akamni favqulodda omroq bo'lg'ashqa menga hamma ishlarimga shu men uchun orilishib degandekchi bunda. İşte qilib shu vaqt Semiy akam bilan yaqindim. Keyin Urumchi ko'chib kelgandan keyin Abdut akam bilan yaqinlashib boqsam, bizning yosh farqimiz bakrak cho'ng bo'lishqa. Qalb so'zlarimizda unda bevosita deyolmaydigan işte bir holatda. Keyin endi Mo'minjon akam bilan bakrak işte qanday gap bo'lsa deyoladigan holatda, chunki eng yosh farqimiz ozroq shu Mo'minjon akam 14 yosh farq bo'ldi ekan-ku. Abdut akam bilan 18 yosh. Sen bilan 20 yosh degandek işte bo'lib qolganimizda shu. Hozir eng yosh farqi eng yaqin akam Mo'minjon 14 yosh farqi. Ha, 14 yosh farqi. Men bu Mardanning Urumchiga kelgandan keyin ekan dedik. O'rganish jarayonini bilma, bu oldi bilan balkim shu vaqtdan tortib, u kichik vaqtdan tortib bo'lmi, yaxshi musiqa amroq bo'lishi mumkin. Ammo rasmiy tutib o'rgangan bir kasbi buni montajlik. Surat, kompyuter, video, surat montajligi. Kompyuter ilmi bilan ondan hatta bunu o'rganib Samiy Dunxonni o'rgangan. 3D texnikasi kompyuter grafik san'ati. To'g'ri, mush kasblarni o'rgandik. Uning ustiga bizning oxirgi xulosamiz bu kasbni yaxshi o'rgandik.
bizni umidsiz qo'ymadi. 2013-yili taqiqtilgan mening naqsh kechiligimdan Abdullah Sansi nomli Abdullah Sansi nomli kechilikninki butun suratlarni asosan o'sha Mardonga topshirdik-ku. Bu balkim montaj ishini, montajni, suratni. Bu chaqda boya biz so'zlashganimizda Abdusemi bu ishni deb ko'ngil bilgan, boshdan oyoq mush kechilikning jafo mushaqqatini hammani o'z ustiga olgan. Biz shuni topshirgan ishni. Oxirgi suratni kirishtirish, ya'ni montaj ishlarimi shu Abdusemiga topshirilgan. Hamda Abdusemi buningga mushtalabni qo'yib, o'sha kasbni o'rganish ishini o'z topshirishni o'z ustiga olgan, o'rgatishni maktabni qanday bitirganligi, qanchalik darajada bilim olganligi Abdusemi ayanda. Men bu ishni shu Mardonga topshirdim deb shunday degan. Keyin men o'sha umrimda endi chiqqan suratlarimning ichida, chiqqan yoki kechiliklarimning ichida suratning videoning da endi eng yaxshi muvaffaqiyatli bir kesilgan bir kechilik deb o'ylasam bo'ladi. Mayli endi elish texnikasimi bolalarni jiq ishlagan bunga. Abdusemining ajr mehnatlari bilan rang ondan har bir javlo, har bir bo'lim qushloqlarni apparatlarni jiq akilib ekan. Endi susaymi jiq ham, lekin kirishtirishda men haqiqatan bir san'atchi kirishtirgan bir san'at tushunib turib, montaj loyihasi, montaj natijasini ko'rganimda baxo'sh bo'lgan. Men u chaqda alayda demadim, lekin necha qatim ketib berib Mardonni ko'rsamlar, ammo montajni deb qo'ymay bildim. Shu chaqda men nihoyat xush bo'lgandim. O'rgangan kasbni mana bir qatim to'liq bir xuybo qildigan bir fursat bo'lib ketgan shu vaqtida. Mayli men bo'lsin, mayli akalarim bo'lsin. Ana shu vaqtida shu montajga ketgan vaqt esingda bormi? Montajga ketgan vaqt emniyatda u sening o kechiligingni emniyatda men tunji topshirgan vaqtida men uni bir oy qolmay uningga so'jansini butun putkizib tayyor qilib qo'ygan. Chunki uningki ba'zan bir ovoz elish jihatiga ba'zan bir texnikalik masala tufayli u kechilikniki sening qo'lingga 6 oyda berishiga sababchi bo'lib qolganda. Bo'lmasa men uni shu kirishtirishdan boshlab bir hamda shu sizlar ko'z uchun bo'lsa shu bir oy qolmay tamomlab qo'ygan xizmatda shu paytda. U konsertni hamda shu 3 kun surat tortgan, 3 kun surat tortish jarayonida izchil amma surat tortish xizmatida men bor. Masalan, muzikantlarni tortish xizmatida men bor. Anda bo'lg'ashqa butun konsertlarninki naqsh chertyojlari o'zimda. Chertyojlar hammasi siziqliq bo'lg'ashqa. Chunki to'liq hamma kunda men bo'lg'ashqa shunda tizlik bitirib ketadigan deb. U kechilikning hamma qurilmasini bilasan-da. To'g'ri. Hatto naqshlar, qaysi naqshlar paylenni tortib bo'lg'ash. Raptisda bor. Emniyatda yada bo'lib ketgan bu naqshlar. Biri shu Mabek to'g'ri nuqtadan dedi. Bu montaj bo'lmoqchi bo'lgan bu sening raptis vaqtingdan tortib shu 3 kunlik kechiliging 3 mayda elib bergan kechilikning hammasida bor. Qaysi nuqtada, qaysi o'rinda qanday muzika qayerda qanday hammasini bu shu ditlab o'ziga yod qilib o'tgan. Yana bu nuqta bu hozir bildik, ammo bu san'at qiladigan, naqsh aytadigan, naqshini aytgandimi, buning shu o'ta sen bizdan qilishmaydigan shunday bir xil vujudidagi bu san'at, ishtiyoq, bu jihatga talantlar yetarli ekan. O chaqda naqsh tarafidagi qobiliyatlar bizni his qilmoqli. Ammo buningda bu taqi bizga ayon bo'lmagan shu yushrun holatda turayotgan shu san'at sezgulari buning naq maydonda kechilikni tushunib yodda bilishdan boshqa san'at sezgi tuyg'ulari buniki nihoyat filmning san'atli kesilishiga sen deganda. Buni hozir sen o'zing namandan maqsaddan aka. Men u Bejonda o'qiyotgan vaqtim shu chaqda shu ko'rinishni ko'rib biri kechiliginiki shu yo'diniki muzikantlarniki muzika urlash sening naqshi ijro qilish umum kechilikniki sevetchilar hammasi ovoz tanishishni tortib shunday esligidan bir huzur olgan bo'lsam yana bir nuqta haqiqatan montajlikdan alomat huzur baksin naq maydon ko'rgichidimi bakroq plastinkadan to'liq har bir nuqta har bir halqa har bir chekit qachib qutlanmaganda ekrandan kesishdim
Şunda huzur his qilgandim men. Mana hozir buni seni mushu taraflarni his qilgandi, qandaqdi deb taqib bir o'rtoqlashmagan bugun mushu suhbat munosabat bilan sen debding. Bu men ko'rib alomat bir huzur, bir san'at huzurini o'sha shunday bir kesish jihatdagi bunday yaxshilik sifatini shu chog'da his qildim. Abdulla Abdurahim plastinkalarning eng yaxshi kesilish mukofotiga Ama şuna bahset bulun. Hamda bu montajlikni 5'ida hamda 2006-yili Urumchiga keldim. 2006-yili kelishdan beri mening tirtiyojim sizlab tayyor bo'lib turibdi ekanda hamda. 5'ida Mo'min akamdan montajlikni o'rgandim. Bir tarafdan Absemi Abdulkam akam operatorlikni o'rgatdi. Onun keyindan bu mush programmaninki rejissyori Mehmetmin İdris akamga shogirdlik tutib turishga tutildim endi desangiz. Tutildim. Mehmetmin shogird bo'lib tuzamlam bir shirkatniki kompyuter grafik san'ati bir yillik tarbiyalash sinfi ochilib qoldi. Ungacha kompyuterninki texnikalarini pishib bilib, mushu ancha-muncha montajlik, operatorlikdan texnikam azir ko'p turib bo'lib qolgandan keyin u sinfga kirdim. Ungacha 2006-yili Abdulkam akamninki to'g'ri kuychisi plastinkasiniki montaj qilmasligiga uning qatnashdim. men bilan billa. Sen bilan. Kimlar qilgan Men. Bu ishkon Mehmetmin baş şu vaqtda. lekin u chaqsa mustaqil emas. Mustaqil emas. bu yordamchi- Mani sen bir mana bir qig'ashto deydigan alatni vaqtda. Shogird vaqtimda bu. Balışa gitti. 2007-yilga kelgan vaqtida u kompyuter grafik san'ati ochildi. U kompyuter grafik san'atidan montajlikdan sirt 3 tashlikni loyihalash, pigment shoji degan qatorliq hamma o'z ichiga ilingan bir sinf edi bu. Ungacha 2007-yilga kelganda Mo'min akamninki Unutilmaysiz nomli plastinkasiniki janjal xizmatiga bevosita shu qatnashdim. Shu Unutilmaysiz 2017-yil chiqdimi shu vaqtda. 2007-yili onun qatnashib bo'lsam 2007-yil oxirida seniki Shirin Aslima nomli konsertingninki masalan Asar Sammoninki Shencham TV deb qo'ydik uni ismini. Masalan sirtda ilingan ko'rinishlari deganda ko'rinishlarni men janjal qilish xizmatini menga shu vaqtda topshirilgan. Ungacha 2007-yildan 2011-yilgacha shu sinfda tarbiyalanib, hamda dars o'tib, shu o'zimizdan o'ddisidan chiqib qilishga kelgan vaqtda men shu vaqtda hammaniki masalan montajlik xizmatini üstümge elib qilgan vaqtimda menda bunda bir san'at o'ta bati. İşte boshlang'ichlama ancha-muncha o'zim men ko'rganman. Hanuz maktabda o'qigandan keyin hanuzliklarni ko'p aytdim. Menmi bir o'qisam bo'lam deya deb shu ayda do'stlarimninki to'y to'ykunlarda, maktabninki faoliyatlarida o'qib yursam, buni akam bayqab qilib, Mo'min akammi, Absam akammi bayqab, mushu naqsha aytdi deb nima qilgan vaqtida shundan bir oilaviy yig'ilishda hamda yig'ilgan vaqtimizda hamma shu akamning bolasi Jasur va shu Sami akamning bolalari hamma nomer ko'rsatib kelib, men kelib qoldim navbat. Shu vaqtda sen bir naqsha aytib ekansan, sen bir naqsha aytsang bo'ldi degan kelgan vaqtida men naqsha aytib unmayman. Unmasam shu vaqtda andin Abdulkam Duttanın payını gören bir urdan bir girip olmayanda. Antiyorsan. Bu mandak işte. Bayıkta bir netican alaydı Abdullah Kam tarafından itiraf kılıp tilge inilganlarına ait hayacanlandım. Çünkü sen aldı bilen Sami'nin yetekleşi, planlaşı bilen montajlık, kompüter, grafik, işte laylaş, aşırı sınıflarda terbiyeleniş, Mo'min akan Sami'den ügünüş, andı Mehmet'den ügünüştek muşu jariyallarda ahırkı neticanın muşnarak bir çoğun bir maqtaş itiraf kılış bilen toqtığında intan hoş buldum. Elbette bu keçilikte bu montajlıkla yana okşayıp gitişi Abdullah Kam degende Sami'ninki bütün aparatlarını ulaştırışı, baştan ahır mesele buluşu ve yetekleşi bilen nazaret kılışı bilen bu seninki texnikalik montajlık işi bilen bu aşına tutup çıktı. Bu netice bir yerde kolaslandı. Keyinki işlerimiz sen dedim bu naqsha aytishga mı feyzi bağlığını biz bu yerda anlaymiz oyu. Bizning oldimizda og'zi etiklada, jimla. Faqatla hatta ağırlarını anladık. O şundama, merdamı naqsha aytamdik. O elbette bizning elimiz olganki aytish kerak. Nimish bizning oldimizda aytmaydiganda dedik.
bu pat ve bir ötep şimdi nakşı düşsek o akadepla mında oturuplu valadı. Boptu depli kopşap gittiğimiz unda nakşı ötep anladık bizden aldığımızda ötep karşı olsa etkizanmaslıktan ne çıkartımlık tekrar bop bolganda. Bu çağda dadam anam keldi Ürümçiге, kelip bir mezgil turish jarayonida balalar nevrlar, hammamiz shu yana sen bizning balalik vaqtimizga o'yinimizdek bizning shu jesurlar hozirgi boy tilgalangan jesur o'g'lim qolgan Saminanki balalari o'tkurlar shu nevrlar birisi itot o'ynayotgan, birisi naqsh aytayotgan, birisi o'ynayotgan dadam anamni kuldirib uyan qilyapmiz-da bizning uyda. Kelganda andan sağım keldi navbat seni ne chiqardim dedim o'qitib qo'yammi? Sen nakşı eğitirkense eğitersem yok akımdan dep turuldu. Ey muş ufkulların eğiti olsa sen demiş ki nakşı eğitansa etmemse etmen var mı yok mu sen birinde götürüldü. Bugün bir anlayın avazını. Ben akam. Benim buyruğum icra kılmamsa desem yani gap kılmayıp turuldu. Şimdi onu eğitte nakşam ne? Bugün eğitmesen bundaki eğitmeyse diye. Bugün eğitmesen nereden? Bunundaki nakşı eğitkizmayın sen. Desem bu yana şu taatında mı ne kadar küçük durup eğitim ben sana ben akam ben sana buyruk kılattım bugün eğitim nakşını. Bugün çokum anlayayım nakşını desem. Cahilrak turup esli taatınıp eçilenmaptıken. Şu bir duttanın ki dutta kulam dedim ben dutta çepirme nakşı dep dutta kulam dedim. Ne çıtaran iştime pauzun çep bulum yana turdu. Nakşı seğinimen. Seğinimen sana bunu eğitkinini biz anladık başkalı. Şimdi ondan duttanın uçulalım. Etti. Desem azraq ko'ngli buzilgan bearamchilik hissiyoti bilan ta'sirlik chiqyapti uni aqtaq. Sig'inman sig'inmasam deb bir aytib ketdim. Mana mushunchalik ishgan qo, aytdi ekansan. Og'rimaydi dedim. Og'rimaydi dedim. Shu holatda boshlab ketdi. Demak, ma'noga kelganda shu vijdonning uchinimda tegishli. Zo'r foydasi bo'lganda endi. Hozir endi zalim bo'lsa, olim bo'ladi. Hozir endi to'sab olmayapmiz. Men rost gap qilsam, buningki aytgan naqshlariga men bak uzr olaman. Rahmat aka. Shunchalik deganan o'yga. Chiroyli. Allohni aytyapti. Rahmat. Shu bir duttaniki turkchilar hamda mishay naqsh etib ketdik. Ham bu deganimda nima desa, hamda bu konsertingizga shuncha yaxshi chiqishga hamda men o'zim u 2011 shu Abadakamniki zo'rulishlar bir naqsh boshlab qolgan ekan. Bu ishtiyoqda ham ulg'aygandan keyin bu naqshi bo'lgan tushanchamni burun qaraganda eshib hamda u vaqtda bir montaj degandan keyin operatorlikdan muzikadan san'atdan xabar bo'lganda nihoyatda pek zo'r naqsh montajlar chiqargan narsa shuncha san'atlik bo'ldi ekan deb menda bir ko'z qarash bo'lgan. Shu anda bo'lg'achqa u sharoitlar menda u vaqtda yetilib bo'lgan. Shunga bu kechirganimki endi yaxshi chiqishiga hamda hammani tushunib turib qilishimga bir zo'r foydasi bo'lganda demoqchi. To'g'ri, o'sha naqshi amroq bo'lgan ekan. To'g'ri. Balkim meni rap jarayonida huquq bor edi bu. Amroqlik qilib biz buni bizning raptimizning ko'giga keldi deymiz. Amaliyotda biz buni ham yana bir operatorning o'zining burchini ado qilayotgan deb tushunsak bo'ldi. Masalan, asli operator mushu naqsh kechiligini suratga olmoqchi bo'lgan operator cho'qim bilish kerak. Bu kechilikda kim qayerda solo chaladi, soloni qaysi bilak, qaysi muzikant chaladi bilish kerak. Anan keyindan mushu muzikaning qurilmasini hammani bilish kerak, naqshni bilish kerak, hatto tekstni bilish kerak. Hamda balkim bizning bu Shinjongda unday sharoit bo'lmaydi. Bir muncha operatorlarni bir necha kunlik raptisga qatnashtirib bo'lmaymiz. Shuning ichida shu mardan o'zining to'liq huquqi bilan imtiyozdan foydalanib raptislarga qatnashgan vaqtimi bor. To'g'ri. Nega akamning raptisiga desa hech kim yo'q demaydi. Shu balkim naqshlarning nada nima muzika chiqdi. Nada kim aytdi, kim aytmaydi, hammani biladi-da. Sarkarda Alkuyar tish pastilari hayotimning har faslida menga hamroh. U o'zidagi sofliq va samimiylik bilan izchil turmushimda muhim rol olib, men bilan birga hayotimning har bir kortinisiga shohid bo'lib keldi. Sarkarda tish pastilari tish va tishmelik to'qilmalarini qo'g'daydi. Eg'iz bo'shlig'idagi moddalarning g'ayri bir quni yo'qdir. Sarkarda Alkuyar tish pastillarini hammanglarga tavsiya qilaman. Sarkarda Alkuyar yurishlik tish pastilari. Tish sog'lomligiga ahamiyat berish u bir mas'uliyat. Tishning sog'lomligi tan sog'lomligining kafolati. Uzun yillardan beri tish asrashdan iborat bu muhim vazifani Sarkarda tish doktori tish pastasiga topshirdi. Shundaqla uningdan ko'zlagan nishonimga yetdim.
Yüzünüzge en yarışıdığını ıllık külkünüz. Külkünüzge yarışıdığını durdane sağlam çişiniz. Çiş sağlamlığı meselesini ben Serker'de çiş doktoruga tapşırdım. Serker'de çiş doktoru yürüşlük çiş bastırları. Bundan keyin montajlıkdan ibaret moşu yaxshi kasbini biz nihoyatda yaxshi baho bergan mush kasbini yana qilish niyatim bormi yo buni tashlab o'tmizmi? Masalan, men montajlikdan yoki bo'lmasa tekshirlik loyihalash degan mush kasbdan azroq bir natija qozonmagan bo'lsam, balkim olib chiqurkam degandek, masalan, uni tashlab o'tib boshqa bir kasb qilishim edi. Bu mendigalikqa bu naqsha etish ishtiyog'i bag'on eshib ketgandan keyin unimi taraqqiy qildim bo'lmaydi, bunimi bo'lgan ekan. Uning ustiga plastik ishlash, burunqidek unda konsertlar oz bo'lib ketgandan keyin asta-asta men shu naqsh kasbiga yuzilinib ketdim. Lekin bu montajlik kasbini ancha-muncha hamda O'zimizga kerak. kichikgina natija qazilibdimi hamda sizlarniki gapinglar bo'yicha. Anda bo'lgandan keyin uni tashlab o'tmayman hargiz. Ya'ni qachonliki sizlarga lozim bo'lib qolib qolsam yoki o'zimniki qilamdim yo sizlarniki qilamdim. Ya'ni davomli men shuni yana qilib ketalayman. Uni ishonchim bor. Sizlarchi texnikaning taraqqiyoti bak tez bo'lib ketib, seni bu ilqi masalan uskun saymonlarni, bu kompyuterni ishlatishingda qulaylik bo'lib qolamdi keyin ya'ni tez asli Buningki asli qonuniyat mohiyati, buningki nazariyasi bir xildan bo'ldi-ku buningki. Masalan, konsertniki bir xil bo'ldi, masalan, suratlik MV-niki bir xil bo'ldi. Anda bo'lgandan keyin buniki texnikasi masalan uskuna jihatdan eshitmanish mumkin. Yengillanadi. Yengillanib menish mumkin. Masalan, rang tanishadigan uskunlar, montajlik qiladigan uskunlar yengillanib menish mumkin, lekin buni mohiyati hamma narsa yana birdek o'xshash bo'lgandan keyin buni uni ustiga men nechilarga naqsh kasbga o'tib ketdim deb tashlab o'tmadim buni. Ya'ni izchil buni shu yana qanday yangilik chiqsa, ya'ni o'zimni qabul qilib turyapman. O'zimni ishonchi qilib degandek shu. Demak, darhol lozim bo'lganda oldingi hisobga o'talayman. Ya'ni o'talayman demoqchi. Xo'p, bundanmi xila xotirjam bo'ldi. Yaxshi javob. Masalan, buncha bir san'atchilar to'pida cho'qim montaj ya'ni muhim o'rinda turdi. Operator muhim o'rinda turdi. Har bir kasblar masalan san'at bilan munosabatli hamma narsalar lozimda. Shundan qilib so'rab baqqanam kelgusida bunda astoydil o'rganib yaxshi natija olgan bir montaj bu naqshchi bo'lish kerak, lekin asosli kasbni agar unutilib ketib qolsak echinishli ish bo'ladi. To'g'ri. Shundoq bir shu duttavli bir noqshlash bilan sening naqshga Boshlanib ketdi. boshlanib ketdi. Bir boshlanish nuqtasi bo'lgan bo'lsa, Bularning ig'izini aytib aytgandek bir ish. Shuni bilan naqsh etdi. Bu jarayonda Mo'minjon aka bilan ko'proq birga bo'ldi. To'g'ri. Naqsh etish so'rinlarda, safarlarda o'chaq biz anglab turdik. Mo'minjon dedi, "Voy aka, bu qanday patqizgandi bu ishchiga bu naqshga bo'lgan ishtiyoqini." Voy birdan jim tutdi desak, unimay mana teshib ketyapti quliqidan, bunidan dedi. Ta'rifladida, to'xtamay mashq qildi demoqchi. Benzoni qo'yib oldi ekan, sen bilan nima? Mashinani qancha aytdi. Demsa buni ovozi chidamli. Shuning bilan sening hayotingda shu musobaqa qatnashadigan bir fursat kelib qoldi. Ammo bu yerda qanday bir xil ziddiyat to'qinish, qanday bir sababli bilan qatnashding bu musobaqaga? Bu musobaqani 5da shu davlatimizniki shu Chunggo Hawshing degan programmasi orqali taniyman. Tanib shu vaqtda bema aytaldimi, aytamidi deb baholaydi. Ko'rib tursaqlam bizniki Shinjonga bu Yipakul sadosi ism bilan kelib qoldi. Kelib qolib shu qurdosh meningki u vaqtda jo'ba naqsha aytadigan vaqtimiz edi. Shu kasbdosh do'stlarimdan işte mana Yipakul sadosi deb bir programma chiqibdi. Mana qatnashmaqamdiq deb bilan akamligimni bir xabar qilib ketmaylar shu bir tizimlab qildik hamda tizimlab qilgandan keyin musobaqa bo'ldi. U vaqtda ikkilanish bo'lgan, shu vaqtda Mo'minjon akam bilan Abdulla akam masala soldim-ku deyman, qatnashaymi, qatnashmayman deb. U vaqtda sen u programmada bir bog'lovchi pingmay bo'lash ustiga sana deb o'naliqqa oldin o'rlashtirib qo'ygandek qilib qo'ysak bo'lmaydi. Ikki akam desam, Sami akamga debdiman. Sami akamga, uch akamga dedim.
desam va bo'ldi o'zing sinab boq deb bo'lmaylik meningki qanchalik naqsha aytishimni bilmagan asosda qatnashib boqamsa deb bunda bir nim qildi deb ichida ya'ni u bir mushunda bir natija qozonamdi qozonamamdi deb akamni misol ikkilanibroq qatnashdi shu vaqtda qatnashib shu programma kunisi hamda u vaqtda bak jiddiylashib ketdimmi nafsim ustiga ko'tarilib ketib men o'zim aytadigan o'zim yetmoqchi bo'lgan nishonga to'liq yetolmagan avval asosda qarasam ustoz ko'zimni ochsam bir vaqtda shu ustoz aylanib turibdi shundan yana sizning tarbiyalangiz bo'yicha tarbiyalangiz bo'yicha shu qatnashib 8 kuchlikcha bordi hamdan yaxshi bo'ldi deb qarayman deb umi bir burilish nuqtasi bo'ldi deb qarayman keyin andikin shu naqsh tanlashda hamda shu azroq meniki maslahatim bo'ldi sen bu yerda doshir bo'lib ustozlik o'rinda turayotganda ekan bu yerga kelganda haqlida bir o'qishmaslik bo'lib qoladimi mush nuqtadan azroq shu nuqtadan bu Abdulla akam bu yerda ustozlik o'rinda turayotganda ekan bu inis qatnashibdi degan bir narsadan azroq bir haqlida bir o'qishmaslik paydo bo'lib qoladimi degan nuqtadan ikkilanib to'xtabdi anda bo'lsa sen Abdulla akamga demayli sanam demadi qatnash agar o'rilib qolib qolsa tahi yaxshi deb bitta men qanday qaror qildim desang agar Abdulla akamdan boshqa Abdulla akam bilan tam boshqa ustozlar aylanib qolsa sen boshqani tanla adil raqobat bo'lish uchun sen Abdulla akamning guruhiga kirmay yoki erkinligiga degandek shuna boshqa bir guruhga kir deb ashundoq deb sanmi demayli tizimga oldirib andan bordik lekin u yerda hammanglar o'rilib qoldinglar hammanglar o'rilib qolgandan keyin amaliyot bu cho'qim hammasi o'rilgan taqdirda sen o'rilsangmi Abdulla akam tanlamay boshqani tanla degan qarar shundoqda ha deb ketib seni qarab o'tirib yana sendan kechirmay bizning bekitib qo'ygan qarorimizni buziblar shu yerda o'zi tanlablar sening guruhingga u chog'da chunki men shu sandim degan shu to'g'ri hozirgacha shu Abdulla akam bilan sizlarniki tarbiyalanib bo'ptiq bu yerda yana shu davomli shu Abdulla akamning tarbiyasida bo'lay deb shu vaqtda mayli o'tib chiqay mayli o'tib chiqmay deb deganman u yerda yana bir ustozni bir yangi ishlab unda hamda Abdulla akamni tanlamaslikni tavsiya qilishimizda Abdulla akamni tanqisni qo'ymaydi lekin biz shu nuqtadan o'ylagan ko'kchilar bo'lsin Abdulla akam nuqtasidan bo'lsin qaysi tarafdan bo'lsin shu bir adil raqobatni qo'lga keltiraylik xato tushunishni qo'lga keltirib qo'ymaylik degan nuqtadan shunday qaraqa ammo mush ish kelganda bu shu sani turiblam o'zi 3 akisi bilan birga o'tirib qaror qilishgan mush qarorni buziblar qat'iy keskinlik bilan sening guruhingga kirdi bu to'g'ri bo'pti ekan bu o'ylaganlarim to'g'ri ekan bu qanday desang mardan sening ovozingni men bilmada hech bo'lmaganda qancha jiq anglamagan bo'lsammi bu buni gap qilishlaridan tortib bildigan tursam men qanday ovoz chiqdi shuni bu kuni kuchli ovozi menimcha jiddiylashgan bo'lsa-mu kuch yo'qolib ketmadi chun musobaqaga lozim loyiq ovoz chiqdi undan boshqa naqshlar unda aytildi u naqshni qanday aytganini men bildigan tursam men bildim mardanka bu deb bu endi bu naqshi yarayotsa men bu xuddi sizning qaroringni bu buzib aytgandek aylanmaydiganga faqat imkon bo'lmadi shuni men aylayverdim kasb nuqtadan endi bizning tutgan yo'limiz shu biri men bilmayman ikkinchisi bu boshdan tortib musobaqaning qoidasi shu kim yaxshi etsa shuni tanlash kerak miyalaringda bir GPGda paydo qiladigan ovoz chuqur sana yaraydi keyin shuni o'ylab aylanib qarasam boshqa ma'lumotlar bor bumi udul tanladi endi o'sha jarayonda biroz ziddiyatli bo'ldimda men endi buning yaxshi aytgani rost men yana buni ap qilishim kerak ap qolmay desam bu yaxshi aytdi ap qolay desam bu mening ukam buni ko'pchilik biladi shuni o'ylab men mushunda bir ziddiyatda oxiri men ba'zi alqaliq vaqtlarda muxtar akamdan so'radim mushu bir oz ziddiyatli bo'lib qelyapti haqlar boshqacha xato o'ylab qolaman desam muxtar akam ey sana yaragan bo'lsa öp qilavermamsa deb bir rag'bat berdi-ku. Shuni o'ylab men buni nima qildim? Endi oxirida o'ylab qoldim yana. Mardan, sen qanday o'ylaysanki? 8 kuchlikning ichidan qolib qolganingda biroz senda o'kinish bo'ldimi? Peshlamda ancha-muncha o'kinish bo'lmaydi emas, bo'lgan. Masalan, oxirida shu 8 kuchlikda
meningki sahndoshim Xalmurat Raqib bilan seninki ijodiyating bilan shu tunji qar degan naqsha bo'linib ketgan shuni aytdik. U naqshini kichigimda tatib yaxshi ko'rdim chunki men o'qiyotgan mezgilda shu tunji qar ba plastinka Tanha So'ygu degan plastinka bozorga chiqishdan burun meni bir nevrakam tarbiyadan barda tumishqa. Shu vaqt anglab yodi bo'lib ketgan naqshlar. U naqshaga zo'r ishtiyoqim bor, ham yaxshi ko'rib suyib turib aytadigan naqshamdi. Shunda kuchidim, lekin natija anda bo'ldi. U vaqtda ustozlar menga balet tashlasimi, sen yana kim tanlading? Demak, shu chaqda sening ko'nglingda bir qism bo'lding. Endi salimda bir qism bo'ldim. Endi uygunib, deb o'zim tashib etmadim. Chunki akamning o'ylig'ini bor deb o'yladim. Uni o'ylab turishimga Xalmurat sen tushib ketdi, men sizlar bilan xo'shlashadigan vaqtda sen bir og'iz gap qilasan. Sen mening inimsan, sen bilan ikkimizniki tomirda eqiyotgan qon sistemasi, bir qon sistemasi. Sen har vaqt sen mening yanimda bor. Men seni qanday qilib bo'lmasa, men yana sen mening inim bo'lganligim ko'tarib ketaman dedim. U qolgan hamma narsa natija qanday bo'lding degan unutilib ketdi. Sen cho'ng bo'lsanjimi? Gap Men qilish. bunda deyishimda bugungi kunda o'sha Mardanning o'sha suhbatga taklif qilishimning asosli sababim o'sha. Biri endi bu bizning haqiqatan shu vaqtida qo'l qilgan gapim biroz. Bu sen qachonda meni yanimda o'tirsan. Bu fursatni shu do'stimga bagina to'g'ri. Dedim, aka, cho'taq yo'q. Shu programma bugun elinde aytsa biz narsanga chiqish bo'ldi. kimdan ko'zi chiqdi deganim shu. Shu rasm shu vaqtda shu vaqtda sen kulab kamsan, ejabga tushirib qoldim. Kulab rasm tushildi deb biz paganni o'zan elib, rasm tushsa biz mo kunlari qarab turib tushimiz. Shu maqsad mudda bo'yicha tush kersam, oxirida to'rda backmodlab İpek yo'lda natija qanday natija olgandimmi zo'r bir bo'lib ketdi-da. Mush akulning bu keyindagi insi keyin bu bo'lib taqim. Qanday bo'ldi desam, haqiqatan bugun shu gapni demoqchiman. Bu ikki o'quvchida, masalan biz to'la haliqi jo'ja bo'lgan vaqtimiz shu ikki o'quvchining saviyasini tang gap qilsa. kichikgina farq bo'lgan vaqtlarda bak azoblanib ketdimizda. Bu kelganda men cho'qim Xalmuratni tanlashim kerak. Chunki bu degan rasmiy inim. Buni hammamiz bildigan ish. Shu bunda fursatda buni men bo'lsa chukita desammi bo'laveradigan bir ish. Men to'liq huquqim bor. O'zimning tuqqanim bo'lgandan keyin. Shuningga ajda qildim shu chaqda haqiqatan hamda keskinlik bilan seni tushirib Xalmuratni olib qolganim rost. Mishada hamda sana bugungi kunda hamda shu kuni ham to'g'ri qildik. Ham To'g'ri. Bugun seningdan akang ustozing o'rnida bo'lib turib, sen xapunma. O unda desa bo'lmaydi. To'g'ri hamda sen haqiqatan yana tirishding. Sen bu kuchingni ko'rsalaysan. Naqshi desang yozadigan adam bor. O'rganaysan adam bor. Yana yordamga muhtoj bo'lsang meni yana bo'ldi. Oxiri yana meni yenim qaytib keldi. To'g'ri. Mana hozir sen Urumchida yetishmay qilyapsa, sen naqsh aytgan yerlarni nurg'unki. Yana sening o'sha odamiyliging, yana muhim o'rinda turdi. Sening istiling, xaraktering haqlarga yiqish kerak, burundan tortib kelayotgan gaplarimiz. Sen haqiqatan yaxshi cho'ng bo'lding. Biz sendan nayt yaxshi umid, cho'ng g'alaba, yaxshi natija kutamiz. Shuning uchun tirishim ekan. Anandan keyin sening o'sha yaqin atrofda yoki bir necha yil ichida bunday bir ishlarni vujudga keltirsan deydigan yaxshi planlaring bormi? Ama hozirgi bo'lgan plan nishonlarim bo'lsa hamda burun plastinka chiqarib va yoki disk ishlab, CD ishlab qildigan bir zamon bo'lib ekan. Bizda hamda sal bir natija qozonmamdiq degan vaqtda o plastinka hozir yo'q. Biz shu Vanyunda va boshqa suhbatlarda o'zimizni tashviq qilib turib ayna qildigan ish ekan. Hamda shu planimda bir mushu sen berib, qolgan akalarim berib, yanjig'im sep qo'ygan bir 10 taldek bir naqsham bor endi. Shuni shu bir-birlab shu uzmay bir taqtib jamiyatga, xalq ommasiga bir sunib olsam, hozir ko'pdir bir natija qozonib olsam deydigan bir umid, orzuyim bor shu.
Menimcha bu orzuga yetgan. Ko'z oldingdagilarmi? Munda kuchli odamlar Unda bir Şençang, unda Wanglo naqshkechiliklarni qilish plani. Men shuna bir gapni qilamdik desam, bu hozirgi bu degan naqshlaring hozir tayyorlab qilaqliq senda. Zapas o naqshi bo'lish degan bir naqshchiga nisbatan nihoyatda cho'ng bir boylik, bir oz uchraydigan ish emas. Senda shu imtiyoz, shu boylik hozir bor. 10 dek naqshang va birdan chiqarishga boshlasang, bu bir yaxshi bir fursat. Anından boshqa shuni birdan chiqarish bilan birga biz hozir navbatda aytilayotgan naq maydon, to'rda naq maydon taqitish degan bu narsaga mush fursatni bir ustoz bir ikkilik gap qilaymi o'sha naq maydon taqitish o'zimning qarshida. Endi bu mayli Xovzan bo'lsin, mayli Do'yin bo'lsin va boshqa supularda naq maydon taqitish bo'lyotdi endi. Ularninkimi xato emas. Uyda, ishxonasida yoki o'zining bir kichik bir ish qilib bir muhitida o'ziga to'g'ri. Shu masalan telefon bilan u taqitishmi to'g'ri. Shu hozir ehtiyoj talablar shunday. Lekin bu yerda hozir men Abdulla akamning budaqa qilgan bu taqitish bilan u taqitishning o'rtasida farq bor. Endi bu rasmiy tayyorlik qilingan. Buning faqat naq maydonda tomosha bo'lmaganlarmi ahvoli bor. Bu haqiqiy bir naqshkechilik. Uni to'rda taqatdik. Mening da'vatqinim biz masalan u xil taqitishmi cho'qim bo'lish kerak, lekin shu xil taqitish bilan masalan to'rda hozir endi shu normal bir uydagi taqitishni to'r naq maydon naqshkechiligi deb atab olgan bo'lib qoldik-ku. Meningcha mushuni ayirib olsak bo'ladi. Meningcha u shu Xovzan bo'lsin, Do'yin bo'lsin, u bir men bir bugun naq maydon taqitimi, ko'nro qilinglar, kirib ko'ringlar desa, u bo'ladi unda tashviqot. Lekin naq maydon to'r naqshkechiligi deydigan bo'lib olsa, endi bu yerda haqiqiy rasmiy naqshkechiligi ko'lamga ega, shunday san'at badiiy sifatiga to'shqan osh o'lchamga yetgan shu xil naqshkechiligini endi uni nima deymiz? Shunga biz bu naq maydon taqitishni shunday bir sifatdagi, shunday san'at sifatidagi bir narsani yaratildi deb Abdulla akam bilan bu ishlarni qilib qilgan bu kechilikning unumi nihoyat yaxshi bo'ldi. Ammo mushuning ta'siri bilan hozir shu oilada, uyda bunda bir telefon bilan o'tirib bu necha apparat, necha kasbiy apparat, necha chiroq sevit bir to'ndi bilan bo'layotgan ish bilan aning farqini ajratmay, uyda telefon bilan qilayotganimni shu jirbo naqshkechiligi deb, naq maydon taqitish naqshkechiligi deb mandaq atolishgan bir yo'nalish paydo bo'lib qoldi. Menimcha biz xalqimiz nihoyat hozir yangi davrda ketyapmiz. Yangi hammamizningki madaniyat, kasb har xil safarlarimiz, universal safarlarimiz yetishib, shunday narsalarni biz farqlantirib qarashni o'rganib olsak. Shuni sening endi boyagi arzuing qaytib qo'ydiganim, agar mumkin bo'lsa, tirishib Abdulla akam va bizningki yetaklashlarimizda, yordamlarimiz asosida sening shunday bir Abdulla akamning shu naqshkechiligiga o'xshagan shunday bir naqshkechiligingni, naq maydon naqshkechiligingni o'zing hozirgacha aytgan naqshlaring va biznikidan yaxshi ko'rgan naqshlaringni tanlab bekitib turib, shunday o'lchamda haqiqiy naqshkechiligi amaliyotda faqat to'rda taqiladi. Lekin sening o'qilayotganing rost naqshkechiligi sifatidagi san'at yuksak badiiyligiga ega bo'lgan, shunday mukammallikka bir kechiligini ko'rishni iltimos qilish. Uning uchun chuqur tirishimiz ham qilamiz deb qarayman. Endi bu sening yaqindan beri xiyolingga putgan orzularingga bizning qo'shib paginimiz. Buni texmi buymosini, darajasini ko'tarsak, sening orzuying uchun. Chuqur sen asta ish qilishing kerak. Mening fikrim shu. Endi bunda nima nazariya jihatdan sen mening bevosita o'quvchim bo'lgan ko'pchilik biladigan. Şunu biz ustoz bo'lish suhbatimiz bilan sana qo'yadigan talabimiz. Hamma o'quvchilar shu. Buning ichida izchil tirisha olgan bolalar bor. Izchil tirishanmagan bolalar bor. Izchillikni uzib qo'ygan bolalar bor. Buning sabablari har xil. Hamda ba'zi sababni o'tirib qo'yishga bo'ldi, ba'zini qo'yishga bo'lmaydi. Shuning ichida yana bir muhim sabablardan birisi sening atrofingda ajoyib kuchli bir qo'shin bor. Nima desang shu chiqadi u aniqlar. Sen tayoq yesangmi, tilingni solsang shu sana chiqadi u. To'g'ri. Iqtisodiy jihatdan hech nimaga sening ehtiyojing tushmaydi agar u ishni qilmasan. Bu bolalar hammasi men bu shunday ichida sening o ishdan o'disdan chiqib ketalaymiz ko'rdingmi? Bu sening sharoitingning afzalligi. Uchinchi bir afzallik nima desam, biz sana ishimiz. Sening ovozing bir maydon naqshkechiligiga yetadi. Chataq chiqmaydi. Sen taxmin o'zingga qattiq talab qo'yib, bu ishni o'disdan chiqsa, cho'qim. Bo'ldi, shuni uchun cho'qim tirishim. Bugun bizmi seni shu naq maydondagi naqsh ijro qilishmi shu saviyangni naq maydonda bir ko'rsak bo'lamdi. Biroq bizga bo'ldi. Musiksiz bir naqshani aytmasam bo'lamdi. Bo'ldi.
Her sahar bir erkekni kutib turdig'ini yuksak mas'uliyat. Ammo sarkarda alkuyar erlar yurishligi hamroh bo'lgan har bir kunni men cheksiz mamnuniyat ilkida kutib olaman va to'lib toshgan ishonch bilan boshlayman. Sarkarda alkuyar erlar yurishligi va choch yuyish suyuqligi qomatimga yanama salofat baxsh etadi. Cho'lponlarga xos jazbidorlikni sizmi sarkarda erlar yurishligidan topalaysiz. Sarkarda alkuyar erlar teri asrash yurishligi va alkuyar mahsulotlari. Çıraq o'tidi parvona, kuyar mardona, güzel vasling ey dilber, bolay Kurban bolay kurban güzel vesling ey dilber bolay kurban bolay kurban Gülüp kelgen idin bir çağ, yetip vesling gülşen bak. Kayan kettin aşu günler, Günüm gamxan Saçım belde asam kulda, bu nursuz gözlerim yolda, bu nursuz gözlerim yolda. Kişi görse bu halimni, bulur heyrane, bulur heyrane. Kişi görse bu halimni, bulur heyrane, bulur heyrane. Hey Merdan. Rahmat. Ha Merdan, yaxshi, Naqshanga rahmat. Andan sening shu bo'pmi kasbiy hayotingda bizlardan boshqa yana sana ijobiy tarafdan ta'sir ko'rsatgan nurg'un do'stlarning yordamiga erishding. To'g'ri. Shu munosabatda sen shu ekrandan foydalanib shular deydigan yurak so'zlaring bo'lsa, Aldulan shu naqshamni yaxshi ko'rib meni qo'llab kelayotgan, naqshamni yaxshi ko'rib meni qo'llab kelayotgan do'stlarimga rahmat aytaman. O yurak naqshi bo'lashqa madad bergan shu 4 ustozim Abdulla akam, Abdulla akam, Samiya akam, Mo'minjon akam, ota-onamlarga ko'p rahmat aytaman. Ustoz san'atkorlarimizga va kasbdosh do'stlarimizga, har soha do'stlarimga ko'p rahmat aytaman. Rahmat. Sana rahmat. Bugungi suhbatimizdan intayin xursandman, intayin huzur oldim. Xuddi cho'ng oilaga qaytib, shu yerda bir oqshom havoliq bir takning ostida futbollarimizni sunib o'tirib, ko'niya paranglarimizni deyishgandek, kelgusdagi planlarimiz ustida so'zlashgandek, ota-onalarimiz bilan, urug'-tuqqanlarimiz bilan jumlab yettakiga bosh qo'yib turib, osmonning eng yiroq osmonga tikilib turib so'zlashgandek go'zal bir hissiyat bo'ldi menga. Baya bizning so'rinimizda yo'q, Abdusemiyning deb chiqib qoldi. Abdusemiy ablikam endi bizning madaniyat ish faoliyatlarimizningki orasida qambos bo'lmaydigan bir yigit. Kelgusida biz yana musha ablatning inisi Abdusemiy bilan, Mo'minjonning akasi Abdusemiy bilan burun ishlagan Sabo madaniyat taqit shirkati bilan yana ko'p ishlarni qilmoqchimiz. Onun ichida Merdan, yana sen yangi vazifalarga tayinlanishing mumkin. Sen bizning to'quqliq otdek bir adamimiz. Sen yana g'ayrat ustiga g'ayrat qo'shib, biz bilan birga mo'rini tirab oldiga qarab maqmasang bo'lmaydi. Menmi endi balkim sizlardan nurg'un narsani kutman. Ablatmi shundoq, Mo'minjon shu bizning madaniyat
şirketimizin işide biz amalga oshirmoqchi bo'lgan go'zal orzularimizni amalga oshirish yo'lida nurg'un jafo tortisizlar. Shu texmi g'ayrati kelib xalqimiz uchun texmi ma'naviy jihatdan o'zi ato qilaligidek yaxshi asarlarni maydonga kelishga o'rtaq tirishishimizni chin dilimdan umid qilaman. Sizlarga rahmat. Rahmat. Bizning bugungi suhbatimizga tayyorlab kelgan biram naqshlar bordi. Ba, naqsham ba. Xo'p, rahmat. Hoş dedim keter çağda yaş egip gözlerimde yıkıp dökken yaşım sırgıp çözdü menzildim. Hoş dedim keter çağda yaş egip gözlerimde yıkıp tökken yaşım sırgıp çözdü menzildim. Hiç kişiden ağırılmayman Təqdirgə yoxdur amal Tenha icranın dilda emma Hoş degen G'amkin sözüm Örünür hemramana Sen kettin Kaldım tenha icranın dilda emma Hoş degen G'amkin sözüm Örünür hemramana Hoş dedin yağlı kım Yelpüner kolunda Hoş dedin yağlı kım Yelpüner kolunda Biz ikimizning sevgisiga Oh kecha bo'lsin guvoh Biz ikkimiz ayrilganda Chiqadi mayin shamol Hech kishidan og'rinmayman Təqdirgə yoxdur amal
kişiden ağırınmayman. Təqdirge yoktur amal.